Saralangan qo'ylarimiz yetib keldi akalar. Bunaqa qo'y har doim ham chiqavermaydi. Realni qo'yda liderlaridan olaman deydiganlar bo'lsa, mana Feruz akamizga murojaat qilaverasizlar. Feruz aka, biz sarala bittalab tanlab olib kelganmiz deyman aka. O'shanda Ilhom aka, assalomu alaykum. Maşallah, assalomu alaykum. Surxondaryodan Sariosiyoga bittalab yoshlikda olingan qo'ylar aka bular. Gap yo'q. Akalar, Surxondaryoni Sariosiyo akalar joyidan kelibdi, xudo olsa. Mana bemalol ko'ra olaveramiz. Yoshligida endi o'sha yerdan kelgan akamizdan kimdandir olib kelganlar akalar. O'shanda. Rangi ham aka boshqacha aka, ha? Shunday aka. Mashalloh, akalar havas qilganlar bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Eng zo'rlari faqat bizda do'stlar. Xudo 11-mart sanasi bilan Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'ida mana Feruz akamizdan syomka qilib o'tyapmiz. Bu bo'ylarni chiqadi aka, ushlab turganingizda. Aka, buni bo'yi 90. 90 lar atrof chiqadi xudo olsa. O'shanda aka. Aha. Bu ikkovi barobar bo'lib turibdi-ku o'zi. Mana u sal balandroqmi deyman. Qaysi? Bunisi, junlisi. Bunisimi? Ikkalasi ham 90 olaversin aka. Bu to'lashga ulgurmabdi hali endi. Endi nasib bo'lsa, mana aka, Ilhom aka qarang. Gap yo'q, mana. Mashalloh. Buni aka yungini o'zi to'laydi aka bu qo'yda. Gap yo'q. Buni qo'yib yuboring. Akalar 16 bosh, xudo olsa mana akamizda qo'ylari bor ekan. Hammasi mana shunaqa bir xil akalar. Unday maydasi, pasi yo'q akalar orasida. Realni qo'yni zo'rini olaman deydiganlar bo'lsa, Feruz akamizga murojaat qilaverasizlar akalar. Aka 16 bosh bo'lsa 8 tasi qo'zilaganmi aka? O'shanda aka, 7 tasi yakka qo'zilib, bitta gap yo'q akalar, 50-50. 8 tasi qo'zilagan, 8 tasi xudo olsa to'q bo'g'oz akalarim. Qo'ylarni ko'rib bahosini berib qo'yasizlar. Xo'p, 8 ta qo'zilaganning ichida bittasi egiz ham tug'ib bo'libdi akalar, nasib bo'lsa mana. Bemalol ko'rib olaverasizlar. Bittalar bahosini berasizlar. Hammasi bir-biridan sifatli, bir-biridan zo'r qo'ylar. Mana bu qo'yimiz mana egiz tuqqan, ikkita egizcha qo'yisi bilan xudo olsa birga yuribdi. Aka, tishi qanaqa bularni? Aka, buning hammasi 2 tish, 4 tish aka. Hammasi 2 tish, 4 tishli akalar, xudo olsa. Yosh qo'ylar akalar. Kelib bemalol ko'rib olaverasizlar. Bo'y 10 yil, 8 yil aka, Ilhom aka, bemalol bolalar aka bundan. Aha. Mana. Haqiqiy aka, qo'yim bor desa bor degan qo'y bo'ladi aka, nasib. Gap yo'q. Akalar, bo'y baslari 85 olaverasizlar, 90 olib chiqadiganlari bor. Bemalol qo'yni zo'ridan, liderlaridan olaman deydiganlar bo'lsa, hali tish yormagani ham bor, ha, ichida. O'shanaqa aka, bitta ikkitasi bor aka, endi tish buzadi. Gap yo'q, mashalloh. Havas qilganlar bo'lsa, like bosib obuna qo'yaverasizlar akalar. Narxini necha pul qilib beramiz aka? Aka, buni narxi taqalgan joyi aka, bir joyda ona bola egiz bo'g'oz qo'y ichida 7,5 milliondan bo'lsa beraveraman aka bir joyda. 7,5 million so'mdan bir joyga hammasini olaman, qo'yni zo'rini olaman deydiganlar bo'lsa akalar, bemalol mana Feruz akamizga chiqib barakani bosib oringlar, maslahatim qo'y haqiqatan zo'r. Narxini u bu demayman akalar. Qo'yni sifati zo'r. Kelaverasizlar. Aka, shoshilib qolsin insonlar. Shoshilib qolinglar akalar. Mana nasib bo'lsa, bo'g'ozlari ham shu aprelda 15-10gacha qo'zilib bo'ladi, ha? Shunday aka, shunday. Gap yo'q, ulgurib qolinglar do'stlar. Feruz akamizni o'g'larini qoldirib qo'yaman. Like bosib obuna qo'yish esdan chiqmasin.